Allah siz bilan bizga buyurgan barcha ibodatlar Allohning eng katta zikrlari. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Va aqimis solata li zikri." Namozni meni zikrim uchun qoyim qil, ya'ni to'la to'kis ado et. Namoz avvalidan oxirigacha Allohning zikridan iborat. Namoz o'qiyman, tahorat qilay degani Allohning zikri. Chunki Alloh buyurgan shu amrni qilaman deb shunaqa qilyapti odamlar. Tahoratni har bir azoni yugandagi aytadigan gaplari zikr. Qiblaga qarab turishni o'zi zikr. Takbir aytib namozni boshlashi zikr, tilovati Qur'on zikr, tasbihlar, takbirlar hammasi zikr. Ana maqsad haligi gap. Qalblar Allohning zikri ila orom topsin. Xotirjam bo'lsin. Butun dunyo bo'yicha eng salobatli inson bo'lsin. Alloh bilan doimo bog'lanib tursin. Allohdan bir zum chetda qolmasin. Ana shunda inson haqiqiy mo'min bo'ladi. Haqiqiy zokir bo'ladi. Haqiqiy banda bo'ladi. Bandaligini tushunib yetib, Robbisini robligini anglagan bo'ladi. Ana shu haqiqatdir. Chunki Alloh bandani yaratib qo'yib bor ketaver demagan. Yaratgan ham Alloh, tutib turadigan ham Alloh, har bir harakatidan xabardor ham Alloh, xayolidan nima kechayotganini biladigan ham Alloh. Hammasi Allohning nazari ostida. Bilib turibdi, ko'rib turibdi, hisobini qilib turibdi. Banda ana shungacha yarasha bo'lish kerak. Bir zum Allohning zikridan begona bo'lmasligi kerak. Doimiy ravishda Allohning zikri bilan qalbi bog'liq bo'lishi kerak. Zikr bandani Allohga bog'lab turadigan muhim omildir.